Sotuvda man Euro 6 naqd 500 TLga Welton Precept bilan komplekt holatda qo'yildi. Narxini 60 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Yana kelishiladigan joylari ham bor. 2017-yilda ishlab chiqarilgan man Euro 6 bu aytib o'tganimdek 500 tot kuchga ega katta kabinada yurgan masofasi 795 ming kilometr masofani bosib o'tgan Scania 14 talik avtomat korobkada. Salon ichki holatlarini ham videoda ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Mashinada retarda bor, baklari 590 litrli bakdan ikkita jihozlangan. Oldi balonlarini mana ko'rsangiz bo'ladi, 100% yangi holatda turibdi. Tigatchi bu. Mana orqa balonlarning holatini ko'rsangiz bo'ladi. 50-60% atrofida turibdi. Mashina ham Precept ham ishlab turgan mashina, hech qanday kamchilik yo'q deb egalari aytayaptilar. Hop, adblulari uzdirib qo'yilgan. Precept ham 2018-yilda ishlab chiqarilgan Welton Precept bo'ladi. Moslari BPM mos. Hop, lentakasi yo'q. Tormozlari diskivi. Balonlari 4tasi 100% yangi. Qolgani 50% atrofida turibdi. Precept ichlari usilinik qilib qo'yilgan ekan. Furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqami videoni past qismida bo'ladi. O'zlariga telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzil Angren shahrida bu fura turibdi. Bundan tashqari yana boshqa ko'plab furalar ham sotuvda. Bularning ham videosini alohida postga joylab qo'yilgan. Profilga o'tadigan bo'lsangiz, batafsil videolari ham bor. Videoga like bosib, mana shunaqa fura qidiruvga, fura ishlanishlarga jo'natib qo'yishim esdan chiqmasa. Hammaga rahmat.